Do'stlar, hammaga salom. Men Said Kamolman. Vodiy House loyihasining asoschisiman. Bu videoni o'zi 1 yil oldin tayyorlashim kerak edi, lekin bugunga nasib qilgan ekan. Ushbu shaxsiy YouTube kanalimda do'stlar, qurilish haqida gaplashamiz, qurilish atrofidagi mavzular, turli xil intervyular va albatta sizga foydali bo'ladigan ma'lumotlarni olib chiqishga harakat qilaman. Bugungi videomiz esa albatta loyihamiz qayerdan kelib chiqqan, o'zi Hasanov Said Kamol kim, nima uchun Vodiy House loyihasi 3,5 mingdan ziyod insonlarga yordam berdi. Keling shuni qisqacha gapirib bersam. Studentman. 2018-yil turli xil biznes kurslarida qatnashdim va SMM degan yo'nalishni o'rganishni boshladim. SMM o'zi nima desangiz, hozirgi kunda hamma biladi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali biron bir biznesni yurgizish. O'sha vaqtlari meni gapimni hech kim tushunmagan. Tasavvur qilishingiz uchun 18 ta uchrashuv o'tkazgandan so'ng o'z xizmatimni Wine Garden restoraniga sotganman. Tajribamiz zo'r bo'lgan. 2 yil davomida 40 dan oshiq kompaniyalar bilan ishladik. Ancha-muncha tadbirkorlar meni taniy boshlashdi va xizmatlarimizdan foydalanishni boshlashgan. O'sha vaqtda o'zidayoq bu yo'nalish ertadan keyin katta yo'l ochib berishini bilganman desam to'g'ri bo'lmas, lekin his qilganman. 2020-yil hammamiz bilgan karantin. Karantin vaqtida uylanganman. Farg'ona shahrida Politexnika institutini bitirgan holda ona qishlog'im Yaypan shahrimga qaytganman. Uylanganimdan so'ng Farg'ona o'ziga tortgan. Ushbu shahar menga rosa ham yoqib qolgan edi va 2021-yil 2-yanvarda Farg'ona shahriga ko'chib kelganmiz. Dekabr oyining 15-sidan boshlab ko'chmas mulkka, ya'ni o'sha vaqt o'zida birinchi bor ijaraga kvartira olishga qiziqishni boshlaganman. Bu oson bo'lgan deb o'ylaysizmi? Ijaraga uy qidirgan odamlar meni tushunishi aniq. O'sha payt adashmasam 800 ming so'mga aldanganmiz. OLXdagi e'lonni ko'rganman. Narxi arzon. Yaxshidan ko'ra arzonroq. Sharoitlari yaxshi. 2 xonali kvartira Frunskiy massivda. O'rtacha $100, ya'ni 1 million 200 ming atrofida bo'ladigan kvartira narxi 800 ming so'm. Telefonlashdim, gaplashdim. Muomalasi zo'r, lekin boshqa shaharda ekanliklarini aytdi. Biz bir kunda kelishib ko'rishadigan bo'ldik. Narxi zo'r, qo'ng'iroqlar ko'p bo'layapti. Agar siz haqiqatan ham oladigan bo'lsangiz, aka zaklad tashab bering. Sizga bron qilib qo'yaman joyni. Ya'ni boshqa birovga bermayman. Oilali ekansiz, siz menga ma'qul keldingiz degan gaplarni ushbu uy egasi, Yakobi uy egasi ishlatib, oldindan pul tushirib berishimni so'radi. Men esa yoshlik qilgan holatda 100 ming emas, 200 ming emas, 1 oylik pulni oldindan tashlab beribman. Natijada nima bo'ldi deysiz? 2 kun kelganman. Bir kun ertalabdan kechgacha u insonni kutib o'tirganman. Yarim soat, 1 soat degan aldovlariga nimagadir o'sha vaqtlar ishonib, kechgacha kutib o'tirdim. Keyin o'sha payt tushundimki, u inson bizdan aldadi. Telefoni ochiq, u manzilda ko'rsatilgan uy esa ijarada mavjud emas. Natijada esa birinchi bor ko'chmas mulk sohasida aldanishim, ya'ni juda katta tajriba orttirdim. O'zimiz tanishimizda uyini topdim va Sakabank orqasida joylashgan uyda ijarada turdim. Ijara paytida ham ba'zi bir qiyinchiliklar bo'ldi. Biron nima ishlamay qolishi, buzilib qolishi, qo'shnilar, har xil vaziyatlar. Bu kunlarni hozir eslab, ochig'i maza qilyapman. Xo'p, 2021-yil 4 oy atrofida ijarada yashagan Said Kamol zerikdi. Uy olishga qaror qildim. Uyimdagilar bilan maslahat qildim. O'sha payt bitta mashinamiz bor edi, davay sotib olamiz dedik. O'zim Gentra avtomobilda yurardim. Bitta uy topdik. Ochig'ini aytaman, hozir bu holatga qarshiman. Keyingi videolarda albatta bu haqida batafsil sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Lekin o'sha payt $10 ming boshlanish to'lov qilib, qolgan 230 million summani kreditga olgan holda hozirgi yashab turgan uyimni sotib olganmiz. Oraliqdagi vaqt esa juda ham qiyin kechgan. 1 oy davomida OLXga qidir, Telegram kanallarida qidir, rasmda ko'ramiz, rasmda yoqadi, joyiga borib ko'rsangiz, uy umuman boshqacha. Bitta zo'r voqea bo'lgan. O'sha payt $18 ming ga bir xona, 2 xona qilingan jihozlari bilan zo'r remontli kvartira chiqqan. Manzil esa tekstil deydi. Shaxsan o'zim tekstil desa, shu 2 do'st choyxona atrofi,
tekstilni fabrikani atrofidagi joylarni tushunaman. Mahallani ichiga kirib ketyapmiz, taksida kirib ketyapmiz. Men hayronman, ayolimga qarayman. Tushunmayapmiz. Do'konalga borib qoldik. Opadan so'rayapman, opa, bu joy tekstil bo'lmasa kerak. U payt Farg'onani yaxshi bilmayman, student odamman. Birinchi bor u tekstil tomonga bunaqa uzoq yurishim. Ham bu tekstil bitta dom o'sha yerda tekstilga qarar ekan, qolgan domlar уже do'konal ekan. Bizga ma'qul kelmadi. Shu joyda vaqt yutqizdik. Bir oy davomida uyqidirgan bo'lsak, shu 15 kun bir oy davomida uyqidirgan bo'lsak, uyda egasiga uchrasak, to'g'ri ma'lumot berishmaydi. To'g'ri ma'lumot beradigan joylar realtorlar, lekin bitta vaziyat bo'lgan. Bu degani hamma realtorlar bunaqa degani emas. Keyin surishtirib bilsam, bitta realtor biz orqali $5000 foyda ko'rishi mumkin edi. Bu qanday sxemalar bo'lishini ham sizlarga qiziq bo'lsa, keyingi videolarda gapirib berishga harakat qilaman. Bu degani hamma realtor yomon degani emas. Biz endi shunaqasiga uchraganmiz. Natijada o'zim uyaldim. Oradan 4-5 oy vaqt o'tdi. O'zimning akam Abdulaziz akamga ham uy qidiradigan bo'ldik. Akam mendan ko'ra ancha injiqroq inson. Unga uy topish yanada ham qiyin bo'lgan. Adashmasam 1,5 oy davomida, 2 oy davomida uy qidirganmiz. Telegram, OLX, любой kanallar qolmagan. Natijada tasavvur qilishlaring uchun aka-uka soat 6 da ishdan chiqamiz va har kuni yurishimiz kerak bo'lgan regionlarni belgilaganmiz. Misol uchun, bugun Sayilgoh ko'chasini aylanamiz. Piyoda aylanib sotiladi degan qanaqadir e'lonlarga qo'ng'iroq qilib, uy ko'rib yurib, ishonasizmi? Mana shunaqa qilib akamga uy topganmiz. O'sha payt menga xayolimga bitta ideya kelgan. Bu joyda ham muammo, ehtiyoj va ushbu holatga yechim xayolimga kelgan. Bu qanday desangiz, Vodiy House proyektining tug'ilishi. O'ylab qaradim. Nima uchun hamma e'lonlar rasm, to'liq ma'lumotlar yo'q, uyda manzili esa aniq ko'rsatilmagan. Shu payt Vodiy House degan loyihaga asos soldik. O'zim bitta shogirdim bo'lardi, Shahzodbek. Shahzodbek, agar ko'rib turgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qoldirasiz. Shahzodbek ikkalamiz o'tirib maslahat qildik. Keling, odamlar video orqali planirovkasini ko'rsin, joyini ko'rsin, qanaqa sharoitligini ko'rsin va albatta manzilini aniq ko'rsin deb turib, video kontent qilib shuni qo'yamiz dedik. Birinchi klientim hozirgacha esimda. 16 may 2021-yil, adashmasam. Sanasida adashgan bo'lishim mumkin. Birinchi klientimiz Frunskida Faiz Building qurilish kompaniyasining loyihasida 3-qavatdagi kvartira bo'ldi. Opaga qo'ng'iroq qilganmiz, OLX orqali nomerlarni topib, uyingizda reklama qilib beramiz desak, opa tushunishmayapti. Bordik. Birinchi bizni taklifimizga rozi bo'lgan inson. Ungacha yana 5-10 ta qo'ng'iroq qilganmiz. Uylariga borsak, o'g'lim, uylanganmisiz deydi. Birinchi savollar, ha, uylanganman desam, hozir bu ishingizdan foyda bormi? Bilmadim. Nimaga qilyapsiz bo'lmasam? Bekordan bekor qilib yurasizlarmi deyishdi-da, bizni o'g'ri deb o'ylashdimi yoki noto'g'ri xayolga borishdimi? Syomka jarayonida faqat orqamizdan yurishdi. Kameraga ko'rinishmadi, lekin orqamizdan yurishdi. Oradan 5 oy o'tdiki, biz Vodiy House proyektiga katta mehnat qildik, katta kuch sarfladik, o'zini mevasini berishni boshladi. Va hozirgi kunga kelib, Vodiy House jamoasi yana raqamlarda biroz adashishi mumkin, lekin aniq ko'p aytmayapman. 3,5 mingdan ziyod insonlarga yordam berdi. 3,5 mingdan ziyod insonlarni uyini sotilishiga yoki ijaraga berilishiga yoki 3,5 mingdan ziyod insonlarni o'zini vatani bo'lishiga yordam berdi. Ya'ni 7 mingta insonga xizmat ko'rsatibmiz. Nima qiladi Vodiy House siz? Agar siz meni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, biz video kontent orqali biron bir ko'chmas mulkni, misol uchun kvartirani qanaqa sharoitda, nimalari bor, planirovkasi, gazi bormi, sveti bormi, hujjatlari joyidami, hamma yo'g'ini tekshirib, manzillarigacha hamma joylarni sizga ko'rsatib, ma'qul keladigan bo'lsa, joy egasiga aloqaga chiqadigan ishni
nima desa bo'ladi, mehnatni qilamiz. Osonmi ishimiz? Yo'q. Chunki har bitta kontentni o'zini egasiga yetib borishini ta'minlash hozirgi kunda oson emas. Va albatta har bir qilayotgan ishimizda sotuvchini ham, xaridorni ham o'ylab qilamiz. Ya'ni har bir ma'lumot, har bir qarich uydagi joy, har bir hujjatidagi to'g'riliklarni tekshirilgan holatda sizlarga ko'rsatib beramiz. Xizmatimizdan foydalangan, xizmatimizdan mamnun bo'lgan insonlar bo'lsa, bizni mijozlarimiz bo'lsa, albatta kommentariyada fikrlaringni yozib qoldiringlar. Vodiy House mana shunday dunyoga keldi. Biz kutilmagan holatda anchagina kattalashdi. Bu darajada kattalashib, minglab insonlarga xizmat ko'rsatadigan loyiha bo'ladi deb ochig'ini aytaman, tasavvur qilmaganman. Ko'plab insonlar hozir shaxsan o'zimni taniydi. Eng xursand qilgani, hozir safarlarda ko'p bo'lamiz. Toshkentda, O'zbekiston bo'ylab boshqa viloyatlarda yoki bo'lmasam yaqinda oilaviy Turkiyaga safarga chiqqanimizda Antaliyada bizni bir inson tanib, sizni kuzatib boraman, zo'r ketyapsizlar, doimo omad tilayman sizlarga, faqatgina sizlarni kuzataman degan gapini eshitib rosa xursand bo'lganman. Qaranglar, Antaliyadan bizni kuzatadiganlar bor ekan. Farg'onada ham ko'pchilik biladi. Doimo bizning maqsadimiz, Vodiy House'da 9 kishilik jamoasining maqsadi mijozlarimizga, bizni kuzatuvchilarimizga ozgina bo'lsa ham muammolarni yechishda yordam berish. Siz bilan Said Kamol bo'ldi. Keyingi videoyimiz, xudo xolasa, Qadrdonlar qurilish kompaniyasini asoschisi Azbek Yo'lchiyev bilan yarim soatlik intervyu tayyorlaganmiz. O'shani qo'yib ko'rsataman sizlarga. Qadrdonlar loyihasi haqida yanada to'liqroq ma'lumot olishlaringiz mumkin bo'ladi. Kommentariyada o'zlaringizni fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Yana kimlarni olib chiqaylik? Qaysi mavzular sizlarga qiziq? Ko'chmas mulk sohasida yuridik tomondanmi, to'lov tomondanmi, hujjatlar tomondanmi, loyiha tomondanmi, nima mavzu qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar.